Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng Uzbek Talent loyihasi yana qaytadan tiklandi. Bu safargi mehmonimiz butunlay boshqacha inson, ya'ni futbolchi emas, yosh, iqtidorli va o'zini metodikasiga ega bo'lgan murabbiy Jaha Koach bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, xush kelibsiz. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Dastlab o'z haqingizda gapirib bersiz. Asli qatlisiz, oilangiz haqida. Men Toshkent shahrida tug'ilganman, 1995-yilman. Biz oilada ikkita farzandmiz, bitta singlim bor. O'zim Toshkent shahrida tug'ilganman. O'zi umuman futbolga birinchi bo'lib kirib kelishingiz qanaqa tarzda bo'lgan? Qaysi jamoaga borgansiz? 8 yoshligimda dodam rahmatli meni Dinamo Toshkent degan komanda bo'lgan. O'sha Dinamo degan komandaga borganmiz. O'sha pamyatda 95-yilda Artur Halilovich Kagirov birinchi murabbiyim bo'lganlar. O'sha vaziyatdan keyin 1 yil, 2 yil Dinamo klubida o'ynab, keyin quruvchi jamoasi tashkil topgan va Ves komanda bilan birgalikda Artur Halilovich bizani quruvchi akademiyasiga olib borganlar. Hozirgi vaqtda nomi Bunyodkor bo'ladi. O'sha Bunyodkor akademiyasida biz tahsil olganmiz. Hozirda murabbiy hisoblanasiz. Murabbiylikka o'tishdan oldin aytib ketsangiz, o'zi prof darajada futbolchilik faoliyatingizni davom ettirishga nima qarshilik qilgan, nima to'sqinlik qilgan? Asosiysi Bunyodkor akademiyasini bitirganimizdan keyin futbolchilar birinchi liga o'sha paytda dublyorga o'tish kerak bo'lgan vaziyat bo'lgan. Salmundor Oroli ikkinchi ligada. O'sha vaziyatdan keyin biz birinchi ligaga, endi bu Osiyoga transfer bo'lganman. Endi bu Osiyoda o'ynaganimizdan keyin Lokomotiv dublyorga borib o'ynaganmiz. Podosnovda Vadim Abramov boshchiligida. O'sha vaziyatlarda tizzamdan jarohat olganim sababli futbolni tugatganman va murabbiylik sohasiga kirib kelganman. Futbolchilik paytlaringiz murabbiyingiz bilan urushib qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Hozirda birorta shogirdingiz bilan sizga qanaqadir ma'noda gap qaytarsa, qanaqa chora ko'rasiz? Yo'q, bizani vaqtimizda unaqa murabbiylar bilan gap talashish yoki murabbiylar bilan urushish vaziyatlari bo'lmagan. Tagja hozir murabbiy bo'lib o'zim ishlayapman, hech unaqa vaziyat kuzatilmaydi. Men o'ylaymanki, murabbiy o'zi bir pedagog shaxs hisoblanadi. Bolalarga birinchi o'chirda tarbiya berish kerak. Ya'ni urushmaslikni o'rgatish kerak. Shuning uchun biz hozir shogirdlarimiz bilan unaqa urush yoki tortishish muammolari duch kelmagan. O'ylaymanki, bundan keyin ham kelmaydi, bo'lmaydi. Agar siz futbol sohasini tanlamaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Men to'g'risi tasavvur qila olmayman. O'zimni kasbimdan boshqa kasbda o'zimni bo'lishimni, chunki ishimni men juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Даже o'ylab ham ko'rmaganman bu to'g'risi. O'zi umuman qaysi mashhur futbolchi bilan birga mashg'ulot o'tkazgansiz, bir jamoada to'p surgansiz? Xo'p, mashg'ulot o'tkazganman deylu. Bir jamoada misol uchun hozir professional futbol o'ynayotgan Zabihullo O'rinboyev bilan, Mirjamol Qosimov bilan Superligamizda o'yinchilar Eldor Shomurodov bilan va Ergash Ismoilov kabi futbolchilar bilan birgalikda mashg'ulot olib borganmiz. Hozirgi vaqtga kelib professional futbolchilardan Abbos Fayzullayev, Sardor Rashidov, Hojimat Erkinov, Mirjamol Qosimov, Siyavash Haknazariy kabi o'yinchilarimiz bilan individualniy mashg'ulot olib boryapmiz. Murabbiylik faoliyatingizni qaysi yildan boshladingiz va nima turtki bo'ldi shu faoliyatga kirib kelishingizga? Nima turtki bo'ldi? O'sha jarohatimdan keyin sразу уже Galatasaray akademiyasida murabbiylikni o'qishni boshladim. O'sha momentlarda O'zbekistonda Toshkentda Odil junior futbol maktabi tashkil topayotgan paytlar edi. Shaxsan Nodirxo'ja Yo'ldashev, ya'ni Nodir akamlarning nima deydi, takliflari bilan Odil juniorga ishga kirganmiz. O'shandan boshlanib ketgan murabbiylik sohamiz. Va siz jamoa bilan birga ishlagansiz. Individualniy murabbiylik sohasiga qachondan kirib keldingiz va nima sabab bo'ldi jamoa bilan ishlashdan personal futbolchilar bilan ishlashga o'tib ketishga? Odil juniorda 4 yillik faoliyatimizdan keyin Bunyodkor futbol akademiyasiga Azizbek Haydarov boshchiliklarida o'zlarining takliflari bilan Bunyodkor akademiyasida ishladik.
va u yoqda bilganingizdek Bunyodkorda rahbariyat o'zgargan, maoshlar juda ham kam sababli biz majbur bo'lganmiz individualniy trenirovkalar o'tishga, chunki individualniy trenirovka bilan jamoaviy trenirovkani farqi aslida bu yerda juda ham katta. Boshqa ish deb aytgan bo'lardim bemalol, chunki jamoaviy trenirovkalarda butun jamoani o'ylab trenirovkalarni yoki mashg'ulotlarni, o'yinlarni qiladigan bo'lsa, individualniy trenirovkalarda har bitta futbolchilarni har bittasini detal qarab, detallari bilan, ya'ni скоростной выносливость, texnik качестволari, misol uchun udarniylari, точностьlarini kuchaytirish borasida ko'proq ishlaymiz. Farq shundaki, jamoaviy mashg'ulotlarda jamoani o'ylaydigan bo'lsangiz, individualniy mashg'ulotlarda, ya'ni futbolistlarni individualniy jihatini kuchaytirishga e'tibor qaratiladi. Hozirgi yosh futbolchilarda eng katta kamchilik nimada deb o'ylaysiz? Hozirgi yosh futbolchilarda eng katta kamchilik konsentratsiyasini buzishlik, ya'ni nima desa bo'ladi? Yaxshi ko'rgan, xohlayotganni, misol uchun yaxshi futbolist bo'lish, lekin trenirovkalarda samarali darajasi yo'qligi, konsentratsiyasi buzilishligi, ya'ni nima deydi? Xayoli futboldan tashqarida bo'lib qolyapti ko'p bolalar. Ya'ni hozir telefonlar chiqib ketgan, PlayStation o'yinlari, nima deydi? Maqsadi o'zidan uzoqlashib boryapti, konsentratsiyasi yo'qolgani sababli. Shunaqa deb o'ylayman. Shu yetishmayapti bizning yosh futbolchilarga. Shogirdlaringiz orasida eng tez o'sishga erishgan futbolchi kim bo'lgan va bu nima sababdan? Hozir menda futbolchi bor, 2010-yil Nurjigit, qozoq bola, menga 4 yildan beri, 5 yildan beri почти что keladi. Juda ham zo'r o'sib boryapti. Yaqin orada O'zbekistonning yaxshi komandalarida ko'ramiz. Yosh o'sib kelayotgan o'spirin bola. Nimaga o'sib kelyapti deb o'ylayman, chunki uni disiplinasi bor. Disiplina, trenirovkani qoldirgan kunini ko'rmayman. Maydonda va maydondan tashqarida futbolga bo'lgan konsentratsiyasi, ya'ni diqqat e'tibori juda ham kuchli. Men o'ylaymanki, shu sababli yosh futbolchi o'sib boryapti. Professional futbolchi uchun to'g'ri mashg'ulot deganda nimani tushunasiz? Professional futbolchi uchun to'g'ri mashg'ulot, misol uchun ko'p futbolistlarni aytadigan bo'lsa, futbol umrga umr o'ynalsa, hamma futbolchilar ham misol uchun основной sostavga tushib 90 minut futbol o'ynay olmaydi. Misol uchun men o'zim individualniy trenirovkadan kelib chiqqan holatda gapiraman bu narsani. Misol uchun tonusda bo'lmaydi. Chunki o'yin amaliyotda kam bo'lgani sababli professional futbolchilar tonusda bo'lmaydi. Individualniy trenirovka nimaga kerak bo'ladi professional futbolistlar uchun? Ko'pincha futbolchilarni tonusda ushlab turish. Misol uchun 2-3 ta o'yin zaminda o'tirib qoladi yoki 18 ta liga tusha olmaydi yoki davrlar oralig'ida pauza bo'ladi, futbolist o'ynay olmaydi. Men o'ylaymanki, individualniy trenirovka professionalniy futbolistlar uchun imенно tonusda, ya'ni formada ushlab turish uchun deb o'ylayman. Bitta futbolchini real natijasi ko'rinishi uchun minimal qancha vaqt kerak bo'ladi sizga? Avvalambor o'zida bor bo'lgan bola bilan shug'ullanamiz, o'zida bo'lmagan bola bilan biz shug'ullanmaymiz. Bitta futbolchi, ya'ni bolani o'zida xohishi bo'lsa, deyli bola 12 yoshli yosh futbolchi bo'lsa, unga kamida 3 oy kerak bo'ladi. Bizani trenirovkamizni o'zlashtirish uchun bizani trenirovkalarda основной texnik качество, fizический качество, udarniylar, koordinatsion jihatlari rivojlanib boradi va bu uchun bizga minimum 3 oy vaqt kerak bo'ladi deb o'ylayman. Mashg'ulot jarayonida futbolchilarning motivatsiyasi tushib ketgan holatlarda siz qanaqa usul bilan qayta ruhlantirasiz? Men ko'proq bolalar bilan gaplashishga harakat qilaman, настроениясini ko'tarishga harakat qilaman. Shu orqali ruhiyatini ko'tarishga harakat qilaman to'g'risi. Va bu narsa juda ham qo'l keladi bizga. O'zbek futbolchilarining jismoniy tayyorgarligi va yevropalik futbolchilar orasidagi asosiy farq nimada? O'zbekistonning professional futbolchilari bilan Yevropaning professional futbolchilari orasida shu aytganimdek mashg'ulotlarda intensiv harakat qilmaslik. Men o'ylaymanki, hozirgi vaqtda tepadagi head coachlarimiz, ya'ni murabbiylarimiz bu narsa ustida ishlashyapti. Ko'rinib turibdiki, bu natijalar ham bemalol aytyapti. Yaqinda ko'rgan bo'lsa, milliy terma jamoamiz Misrga qarshi o'ynagan paytda, misol uchun
Afrika jamoasidan biza nima deydi, kerak bo'lsa kuchliroq o'ynadi. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu o'sha murabbiylarimiz yuqori intensivli trenirovkaga, ya'ni o'yinga tayyorlash jarayoni yaxshi olib borilayotgan deb bemalol ayta olaman. Super ligalarimizda mana kelayotgan sezonni ko'ramiz, qay darajali bu narsaga tayyor bo'lishadi. O'ylaymanki, hozir Yevropa bilan bizani futbolni solishtirsak, biz yetyapmiz deb o'ylayman Yevropaning futboliga, chunki milliy terma jamoamizning natijalari va ko'plab bizda futbolist chiqyapti. Misol uchun Abduqodir Husanov Manchester Cityda o'ynayapti. Допустим, Eldor Shomurodov Romada o'ynadi. Mana hozir Bashakshehirda Turkiya chempionatida misol uchun to'p urar. Bu nimadan dalolat? Bizani futbolimiz shu o'sayotgandan dalolat. Shuning uchun men bemalol ayta olardimki, Yevropaning futboliga biz yetyapmiz. Futbolchida natija bo'lishi uchun individual mashg'ulotni o'zi yetarlimi yoki klub tizimiga ham bog'liqmi? O'zi futbol jamoaviy o'yin, avvalambor klub tizimiga bog'liq. Futbol jamoaviy o'yin bo'lgani uchun jamoaviy trenirovkalar va o'yin amaliyoti kerak bo'ladi. Faqat individualniy trenirovka bilan men futbolist bo'laman degan narsani xayoldan olib tashlash kerak. Individualniy trenirovka o'zi nima? Men aytadigan bo'lsam, pichoqni ham olamiz. Misol uchun o'tmas bo'lib qolsa biz chaqlaymiz, to'g'rimi? Xuddi shu narsa yosh futbolchilarni ham, pro futbolistlarni ham misol uchun nima deydi, xuddi shunga o'xshab chaqlaymiz. Individualniy futbol trenirovkalar o'zi asosan shu deb o'ylayman, chunki jamoaviy trenirovka va jamoaviy o'yin, ya'ni o'yin amaliyoti bu birinchi o'chiribdi. Nimaga trenerlar misol uchun trenirovka o'tkazamiz? Обязательно o'yinga, bolalarni o'yinga tayyorlash uchun. Men shuning uchun ayta olamanki, faqat individualniy trenirovkalar emas, balkim jamoaviy trenirovkalar birinchi o'chiribdi deb o'ylayman. Har kuni muntazam individual mashg'ulot o'tkazish futbolchini organizmi uchun zararli bo'lishi mumkinmi? O'zi umuman optimal grafika qanaqa? Men o'ylaymanki, trenirovkaga bog'liq, yoshga bog'liq, nima qilayotganiga bog'liq. Misol uchun bir xil futbolchilar bo'ladi, misol uchun yosh futbolchilar deylik. 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan futbolchilarning orasida yoki 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan yosh futbolist bo'lmoqchi bo'layotgan bolalar uchun aytaman. Допустим, ertalab turib texnikaga ishlayapti, допустим, kichkina kopitoda. Bu nagruzka emas, bu normal holat, misol uchun. Kechki payt o'zini borib trenirovkasida qiladi. Men o'ylaymanki, individualniy trenirovkalarning ham har xil nyuanslari bor. Mana misol uchun texnikaga ishlash. Misol uchun o'zini vaqti bor, o'zini sekundlari bor, o'zini qilishi. Misol uchun agar me'yorda, misol uchun har kuni texnikaga ishlasa, men o'ylaymanki, unaqa nagruzka bo'lmaydi deb o'ylayman. Sizningcha 18-23 yosh oralig'i futbolchi uchun eng xavfli davrmi? Nega ko'pchilik shu bosqichda yo'qolib ketadi? Aynan O'zbekistonda ko'pincha uchraydi bu narsa. Boya aytganimdek, futbolga bo'lgan konsentratsiyasi yo'qolib boradi. Bola уже 18, 20, 23 yosh bo'ladi. Qaraydi, уже futbol uning uchun qiyinlashib boradi, chunki futbolda mehnati og'ir. Hamma kasbda bo'lgani singari futbolga ham samardachi. Har bitta detallariga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Boya aytganimdek konsentratsiya. Misol uchun sen zo'r futbolchi bo'lmoqchimisan, oldinga qo'ygan maqsading futbolmi, zo'r futbolchi bo'lishmi? Uning uchun samardachi bo'lib, butun konsentratsiyasini shunga berish kerak. Mehnat qilishdan to'xtab qolmaslik kerak. Men o'ylaymanki, 18 o'sha 23 yoshli yosh futbolchilarning orasida o'ylaymanki, shu hamma narsa kallada, futbolni aql bilan o'ynaydi. Agar aqlini yig'ib, konsentratsiyasini bitta joyga jamlasa, men o'ylaymanki, u yoshda futbolchilarimiz yanada yonadi. Tushunasizmi? Futbolchidan faqat maydondagi mehnat emas, maydon tashqarisidagi intizom ham talab qilinadi odatda. Qaysi odatlar eng muhim deb hisoblaysiz? Men o'ylaymanki, disiplina. Futbolda ham birinchi o'chirda disiplina bo'lish kerak. Futboldan tashqarida, misol uchun, maydon tashqarisida to'g'ri ovqatlanish, o'zini vaqtida uxlash, o'zini o'zi trenirovkalarga, o'zini o'zi o'yinlarga tayyorlash, disiplina, ya'ni futbolning disiplina bu birinchi o'chirda turadi deb o'ylayman. Agar disiplina bo'lmasa, ya'ni intizom bo'lmasa, trenirovkalarga, o'yinlarga 100% tayyor bo'lmaydi. Shu
tomonlama nima deydi futbolchilar o'sishi pasayib boradi. Shuning uchun aytamanki, bemalol futboldan tashqaridagi qilayotgan ishinglar, yosh futbolchilar yoki futbolchilar birinchi o'chirtda disiplinani, ya'ni intizomni to'g'rilaylar. Siz bilan mashg'ulot olib borayotgan futbolchi milliy terma jamoadan chaqiruv olgan yoki katta klubga o'tgan holatlar bo'lganmi? Misol keltira olasizmi? Men o'zi asosan ko'p Superligadagi o'yinchilar hali beri ko'pi chiqmadi. Juda ham kam miqyosli bolalar chiqyapti. Menga primoy terma jamoada o'ynayotgan futbolchilar chiqyapti va ular bilan ishlayapmiz. Shuni bemalol ayta olamanki, terma jamoaga chiqish misol uchun oson emas-da. Misol uchun Superligada o'ynayapti. Butun diqqat e'tibori jamoasida misol uchun. Individualniy trenirovkalarga menimcha vaqt ajratadigan futbolchilar juda ham kam bo'lyapti. Bu narsa men o'ylaymanki, katastrofa emas. Balkim o'zini jamoasida ham yaxshi ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin men bevosita hozirgi vaqtda milliy terma jamoa futbolchilari bilan ishlab kelyapman. O'zbekistonda individual mashg'ulotlarning kelajagi qanday? Yaqin 5 yil ichida bu soha qatgacha boradi deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, individualniy trenerlar ham ko'payib boryapti. Trener ko'payishi mumkin, jamoaviy trenerlar, individualniy trenerlar yoki общий fizический подготовка trenerlar ko'payib ketishi, ko'payyapti. Bu narsa hammasi yaxshi, faqat bitta nyuans bor deb o'ylayman. O'qish kerak deb o'ylayman. Ichiga yanada yaqinroq kirish kerak deb o'ylayman. Bu kasbda misol uchun hozir ko'p murabbiylar chiqib ketyapti, o'qimasdan turib, o'zi bilmasdan turib trener bo'lyapti misol uchun. Bu juda ham katta nima deydi, katastrofa degan bo'lardim, chunki bu shunaqa ishki biz bolalar bilan ishlaymiz. Tasavvur qiling, siz o'zingizni bolangizni misol uchun o'qituvchiga berasiz, o'qituvchi ilmsiz bo'lsa, misol uchun qanaqa bola o'smaydi, naborot orqaga ketadi. Shu tariqa shu o'rinda aytib ketmoqchiman, murabbiylar, o'qinglar, o'zinglarning ustinglarda ishlanglar. Bu siz biza ishlamaymiz. Trenerlar ham pedagogika kasb. Misol uchun biza bolalar bilan ishlaykanmiz, bizani o'zimizni обучениямыз bo'lmasa, bolalarga nima o'rgata olamiz? Men aytamanki, trenerlarimiz o'sayotgani yaxshi, faqat shu bizaga обучение kerak bo'ladi, trenerskiy обучение deb o'ylayman. Agar mana shu обучениeni o'zini joyiga qo'yadigan bo'lsa, biz o'zimizning ustimizda ishlab yaxshi murabbiylar chiqadigan bo'lsa, individualniy trenerlar yoki individualniy trenerlarning sohasi men o'ylaymanki, yaqin 5 yilda topga chiqadi deb o'ylayman. O'smir futbolchilarga, umuman o'sib kelayotgan futbolchiga bitta eng muhim maslahat bersangiz, u nima bo'lardi? Men birinchi maslahatim boya aytganimdek, disiplina, intizom, futbol ichida va futboldan tashqarida bo'ladigan intizom. Bu birinchi o'chirtda deb o'ylayman va maktabda ham yaxshi o'qish. Futbol baribirga ham aql bilan o'ynaladigan kasb, sport turiga kiradi. Shuning uchun aqlni chaqlamasdan turib, disiplinaga rioya, ya'ni intizomga rioya qilmasdan turib, futbolchi bo'laman deyish yoki trenirovkalarga qatnashib, katta vaqt o'ttiga borish, nima deydi, bu bo'lmaydi. Men bolalarga, yosh o'spirin bolalarga aytgan bo'lardim, konsentratsiyasini, ya'ni diqqat e'tiborini bitta joyga qaratib, misol uchun seni yaxshi ko'rgan kasbingmi, bu birinchi o'chirtda bo'lishi kerak. Misol uchun futbolni ikkinchi, uchinchi o'chirtga qo'ysang, futbol ham misol uchun sendan uzoqlashadi. Shuning uchun disiplina, intizomni hammasini bitta joyga yig'ib, aqlni, ya'ni bitta joyga yig'ib, maqsad sari intilish kerak, harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Hozirgi davrdagi futbolchilar orasida sizga eng yoqadigan o'yinchi kim va nega aynan u? O'zbekiston milliy terma jamoasidanmi yo umuman olganda? Umuman olganda menga yoqadigan hozirgi vaqtdagi futbolchi Pedri degan bo'lardim, Barselona futbolchisi. Juda ham IQsi baland, texnichniy, juda ham aqlli futbolchi. Men uchun hozir eng yaxshisi Pedri degan bo'lardim bemalol. O'zbekiston milliy terma jamoasiga keladigan bo'lsa, men to'g'risi o'xshataman, Pedriga ham o'xshataman. Abbos Fayzullayev. Men shaxsan o'zim ham Abbos bilan ishlayman, individualniy trenirovkalarda. Juda ham gрамотный, juda ham aqli butun, ya'ni IQsi birinchi o'chirtdagi turadigan bola men uchun hozirgi vaqtda. Futbolchida professional darajaga chiqishni ko'rsatib beradigan 3 ta asosiy belgi nima?
yosh futbolchilarda professional darajaga chiqish uchun bitta narsa intizom. Agar men intizom orqali harakat qilayotgan bolani ko'rsam, bemalol aytgan bo'lardim, bu bola kelajakda professional futbolchi bo'ladi deb. Har doim aytib o'taman, hozir ham aytganimdek, intizom, disiplina, ya'ni konsentratsiyasini bitta joyga qo'yib harakat qilmasa, futbolda bemalol esdan chiqarsa bo'ladi. Bu siz, ya'ni futbolchi bo'lish qiyin. Hamma murabbiylarning o'ziga yarasha uslubi, metodikasi bo'ladi. Sizni metodikangiz nimasi bilan boshqalardan farq qiladi? Shu metodikangiz haqida qisqacha tushuntirib bera olasizmi? Men o'zim metodikamga keladigan bo'lsam, bolalarni individualniy kачествосidan, individualniy holatidan qarab trenirovka beradigan bo'lsa, подбор trenirovkalar, ya'ni подбор упражнениялар beradigan bo'lsa, asosan biz texnik качествоni rivojlantiramiz, скоростной выносливостьlarni rivojlantiramiz, точность, ya'ni ударныйlarni rivojlantiramiz. Birinchi o'chirda meni metodikam keladigan bo'lsa, bu IQ'sini rivojlantiramiz. Bolalarni to'g'ri futbol o'ynatishga, ya'ni koptoni to'g'ri olib yurish, koptoni qaysi oyog'ida, qaysi joyi bilan tepish, qanaqa to'g'ri yugurish, asosan mana shu narsalarni o'rgatamiz. Fishkam, ya'ni metodikam deb bemalol aytsam bo'ladi shu narsalarni. Birinchi o'chirit menga kelgan futbolchi aqlini rivojlantiradi. Agar futbolchi siz tavsiya qilgan mashg'ulotlarni 1 oy davomida 100% bajarsa, unda qanaqa o'zgarishlar namoyon bo'ladi? Birinchi o'chiritda futbol o'zi nimaligini his qilishga boshlaydi. Texnikasida o'zgarish, koptoni olib yurishida o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni bolani fikrlashi, yugurishlari, po'lani futbolni, ya'ni his qilishllarida sezilarli darajada o'zgarish bo'ladi. Faqat men aytmagan bo'lardim, ya'ni 1 oy deb 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqtda bolalar qanaqa o'sishini bemalol o'zi his qiladi deb o'ylayman. Endi hayotiy savollarga o'tsak, Jahongir aka, maktab davrini qanaqa eslaysiz? Umuman maktabda qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? Maktabda to'g'risi men yaxshi o'qiganman. Biz paytda 9-sinfgacha bo'lardi maktab, keyin kollej bo'lgan, keyin universitet bo'lardi. Maktabda to'g'risi yaxshi o'qiganmiz. Futbol bilan baravar olib ketishga harakat qilganmiz maktabda ham. Men aytmayman, shu a'lochi bo'lganmiz, 5 ga o'qiganmiz. To'g'ri 5 ga o'qishga harakat qilib, to'g'ri 5imizni olardi. Va baribirga ham biz paytda bizga endi shunaqa o'rgatilingan, futbol birinchi o'chiritda bo'lardi biz uchun. Futbol desa, ya'ni maktab qolib ketardi. Srazu futbolga yugurib borardi, trenirovkalarga. Eslatorsiz maktab paytlarini to'g'risi. Har bir inson oldiga qo'ygan maqsadiga erishish uchun nimadandir voz kechishiga to'g'ri keladi. Shunaqa vaqtlar bo'lganmi sizda ham? Nima qilgansiz bundan chiqib ketish uchun? Menda to'g'risi men o'zi jamoaviy murabbiy bo'lganman, ya'ni head coach bo'lganman, akademiyalarda ishlaganman. To'g'risi men xohlaganman, shu akademiyada komanda bilan ishlashga, shunga majbur bo'lib qolganmanki, biz individualniy trenirovka ochib, individualniy trenirovka o'tkazganmiz, chunki jamoa bilan ishlash bizga shunaqa qiyin darajada bo'lib ketgan, uni orasida katta detallar, katta nyuanslar bor. Buni hozir aytib o'tirish hojati yo'q, lekin hozir qilayotgan ishimdan mamnunman. Ishimni yaxshi ko'raman, ya'ni nima deydi, ishimda number 1 bo'lishga maqsad. Inson ko'zlagan maqsadiga erishganda, ya'ni yangi maqsadlar paydo bo'ladi. Sizning hayotingizda hozir eng buyuk maqsad nima? Shu Jaha Kovac brendini dunyo uroveniga chiqarish, ya'ni O'zbekistonda ham yaxshi murabbiylar bor, ya'ni yaxshi murabbiy borligini isbotlab qo'yish, Jaha Kovac brendini dunyo reytingida individualniy trener bo'yicha number 1 qilish maqsad. Hayotingizda biror bir armoningiz bormi? Yo'q, armonim yo'q desam ham bo'ladi. Chunki men yaxshi ko'rgan ishimni qilyapman, o'zim xohlagan ishimni qilyapman. Men o'ylaymanki, baxt shunda. Nima deydi, o'zini yaxshi ko'rgan ishini qilish, sog' salomatlik, yurtimizda tinch bo'lgani bu birinchi o'chiritda deb o'ylayman to'g'risi. Insonni hayotda o'zi tarbiya qiladi deyshadi. Sizning hayot qanchalik darajada tarbiya qila olgan? Men hayotga keladigan bo'lsam, nima deydi, oldimizdan shunaqa to'siqlar chiqqanki, shuni yengib o'tib hozirgi darajaga keldi. Men o'ylamayman, hozirgi daraja ham qanaqadir daraja.
men o'ylaymanki, o'sha hayotda har qanaqa qiyinchilikka xuddi qanaqa baryerlardan o'tganlarimizni bu biz uchun nima deydi, saboq, urok, ya'ni nima deydi, darajalarimiz o'sadi deb o'ylayman. Birinchi oyligingizni qachon olgansiz va u qancha bo'lgan? Necha pul bo'lgan? 18 yoshimda endi bu Osiyo bilan shartnoma qilganman, birinchi liga bilan 200 ming oylik bo'lgan. Meni dadamlar rahmatli futbolga olib borganlari uchun shunday 200 ming oylikni olib, srazu dadam rahmatliga olib borib berganman. Hech qachon esimdan chiqmaydi bu vaziyat. Vaqtni orqaga qaytara olganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Uni iloji yo'q-ku, lekin agar shunaqa bo'lganda yo'qotgan hamma insonlarimni, oldimdagi yaqinlarimni, ya'ni qaytargan bo'lardim. Qiyinchilik kunlaringizda kimni ko'proq eslaysiz va sog'inasiz? Men o'zi asosiy ustozim dadam rahmatli bo'lganlar. Qiyinchilik paytlarida ularni bergan o'gitlarini, ularni bergan maslahatlarini ko'proq eslayman va boya aytganimdek, hozirgi holatimda yonimda bo'lganlarida juda ham xursand bo'lardim. Men o'ylaymanki, ular ham juda ham xursand bo'lardilar. Siz uchun ideal inson kim? O'zi bormi siz uchun? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb aytgan bo'lardim, lekin hozirgi vaqtda ideal inson yo'q deb o'ylayman, to'g'risi. Katta pul baxt olib keladimi? Qaysidir ma'noda olib keladi baxt, chunki pulingiz bo'lsa, qaysidir ma'noda yaqinlaringizni xursand qila olasiz, ya'ni yaqinlaringiz xursand bo'lganini ko'rib, o'zingiz ham xursand bo'lasiz. Shu o'rinda aytib ketamanki, qaysidir ma'noda olib keladi baxt. Endi blitz savoliga o'tsak, hozirgi davrdagi eng yaxshi chap oyoq futbolchi? Holland, O'ng oyoq. Mbappe, Bosh bilan o'ynaydigan? Holland, Texnikasi eng yuqori. Pedri, Eng baquvvat. Bellingham, Eng tez. Mbappe, IQsi eng baland. Pedri. Butun futbol tarixini hisobga olgan holda o'zingizni ramziy terma jamoangizni tuzib bera olasizmi? Albatta. Varataga Manuel Neuerni qo'ygan bo'lardim. Oyoqda juda ham yaxshi o'ynaydi, ham IQsi ham juda ham baland. Chap tomon zashtdagi Marceloni qo'ygan bo'lardim. O'ng tarafga Daniel Alves. Ikkita sentralniy zashitnik Sergio Ramos bilan Thiago Silvani qo'ygan bo'lardim. Также men 4-3-3 sxemasida o'ynatardim. Aporniyda Sergio Busquets, chaproq atakushi Andres Iniesta, o'nroq atakushi Modric qo'ygan bo'lardim. Chap kraj napadeniyaga Ronaldinhoni qo'ygan bo'lardim. O'ng taraf napadeniyaga Lionel Messi va hujumga Cristiano Ronaldoni qo'ygan bo'lardim. Bu super jamoaga qaysi murabbiyni olib kelgan bo'lardingiz? Ikkilanmasdan Pep Guardiolani olib kelgan bo'lardim. Chunki hozirgi vaqtda ham Manchester Cityda qanaqa ishlayapti, oldin ham to'g'risi men Pep Guardiola ishqiboziman, to'g'risi juda ham ishini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman u mutaxassisni. Endi butun tarixni hisobga olgan holda O'zbekistonning eng kuchli 11 talik tarkibini tuzib bering. Boshim qotmaydi, sirazi aytaman. Ignatiy Nesterov darvozaga qo'ygan bo'lardim. Chap kraj himoyachisiga Vitaliy Denisov, o'ng kraj himoyachiga hozirgi vaqtda o'ynab kelayotgan Hojiakbar Alijonov va sentralniy zashtniklar Abduqodir Husanov va Anzur Ismoilov qo'ygan bo'lardim. O'rtaga Aziz Haydarov qo'ygan bo'lardim, Server Jeparov qo'ygan bo'lardim va Timur Kapadzeni o'ynatgan bo'lardim. Napadeniyaga Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayev va chap tomon napadeniyaga Jasur Hasanov qo'ygan bo'lardim. Bularga bosh murabbiy qilib Mirjalol Qosimov qo'ygan bo'lardim. Ajoyib suhbat uchun rahmat sizga. Keyingi faoliyatlaringizda omad tilaymiz. Muxlislarga so'nggi so'zingiz bo'lsa, marhamat. Har doim sog' salomat bo'lib yuringlar. O'zingizlar yaxshi ko'rgan ish qilinglar va ishingizda har doim number 1 bo'lishga harakat qilib yuringlar. Salomat bo'linglar. Bu Uzbek Talent loyihasini 8-soni edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Bizdan kuzatishda davom eting va kommentariyaga keyingi mehmonimiz kim bo'lishini yozib qoldiring.